hurmatli yurtdoshlar, bizni kuzatuvchilar, biz o'sha Andijon viloyati Sharqon Xoltonbek Jo'ja Chorva bozorida xalq dehqonlarning xizmatini beminnat xizmat qilayotgan ukamiz Asadbek ukamizni oldiga va oldingi safar kelganda shu bolaga bitta do'ppi tegizib qo'yinglar, marg'ilonchilar dedi. Biz o'sha muxlislarimizni bir og'zim gapiga mana do'ppi olib keldik, tegizib qo'yamiz. Kiyib yuradi. Akalar, like bosib, fikrlaymizni kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Hozir bizni muxlislaringiz bor ekan. Asadbekni taniymiz deyishdi, mana tegizib qo'yapmiz. Ana, buni bosadi. Xalq xizmatida yuribsiz, e'tiborli odam ekanda. Akalar, bunaqangi mehnat qiladigan ukalarimizni, hunari bor akalarimizni hunarini qadrlagan holatda like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Biz Andijon Jo'ja Chorva bozoridamiz. Ko'rishguncha borlarga kim qayerga borishsa kerak, biz boramiz, ko'rsatishga harakat qilamiz. Fikrlaymiz, yozinglar.